kimniki Qur'on va mening zikrim mendan so'rashdan band qilsa, ya'ni mendan so'rashga oshinmay qolsa, Qur'on bilan meni zikrim bilan band bo'lib, kim Qur'on bilan shug'ullansa demayapti. Men ishtag'ala bil Qur'on emas, Qur'on bilan shug'ullansa emas. Qur'on uni band qilib qo'ysa. Bu degani bu yerda ma'no shuki, Qur'oni Karim unga hukmron bo'lib qoladi degan. Qur'onni muhabbati, Qur'oni Karimni muhabbati va unga bo'lgan bog'liqlik bandadagi uni band qilib qo'yadi. Nima bilan band qiladi? Qur'on o'zi bilan band qilib qo'yadi. Turli suratda, turli ko'rinishlarda, yuqorida aytganimiz yodlash bilanmi, takrorlash bilanmi, dars olish bilanmi, Qur'ondan dars berish bilanmi, qaysi biri bo'lsa bo'lsin. Mendan bir narsani yoki o'zini hojatlarini so'rashga oshinmay qolsa, mutlaqo so'ramaydi degani emas. So'raydi. Lekin zikri ko'p bo'ladi. Talabidan ibodati ko'p bo'ladi. Unga dedi Alloh subhanahu va taolo, so'rovchilarga berganimni afzalini beraman. Unga kerak bo'lgan narsalarning afzalini beraman emas. So'rayotganlar bor Allohdan boshqa million milliard. O'sha so'rayotganlarga beradiganimni afzalini bunga beraman. U degani sizga esga kelmagan narsalar bo'ladi. O'zi ehtiyojingiz bo'ladi yoki ehtiyojingiz bo'lmasa ham esga kelmagan narsalar bo'ladi.